Bilimda eng zo'ri kim? Tamommi? Gruppa 45 9 ga bo'lsang nechi? 5 81 9 ga bo'lsak. 9 ga 9. Yo'q. Topamanmi hozir? 27 ni 9 ga bo'lsak. 3 Shunchagimdan pulim olibdi-ku. Qaysi chiqsa bo'la olaman? Yo'q, bu senga. Faqat bitta shartim bor. Rahmatga aytasan. 45 ni 9 ga bo'ldik, ha? 5 Qanday 5 ligini topding? Eng osonini tushuntirib ber qani menga. Yo'q. Yo'q, to'xta. Men vasha ko'paytirish bo'lishni bilmaydigan o'quvchiman. 9 ni 5 marta ko'paytiramiz. Men faqat qo'shishni bilaman. Qana tushuntirasan? Doskaga qaranglar. Doskani to'ldirib tashlabsizlar. Nima mavzu o'tdingizlar? Takrorlash bilimi nimasi? Молодец, to'g'ri, onasi. Endi men bo'lishni eng osonini o'rgataman. Sizlar bilasizlar. Bo'lishni bilmaganlar uchun o'rgataman. Qaranglar. Doskani o'chirib, молодец. Qaranglar. Masalan, 45 ni bo'lish kerak 9 ga, 27 ni bo'lish kerak 9 ga, 81 ni 9 ga bo'lmoqchilar. Bo'lishni bilmagan odamga qanday o'rgatasizlar? Prosta men 4 ga bor-ku, 1 ni qo'shib yozib qo'yinglar, tamom 5. 2 ga 1 ni qo'shib yozib qo'yinglar 3. 81 9 ga bo'lmoqchi bo'lsa 8 ga 1 ni qo'shib 9 deb yozib qo'ying. Yo'q.